Men bu videoni ko'rib, men yig'lagim kelib ketdi. Erkaklar buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. O'zichani psixolog bo'lgan, ayollarga motivatsiya beradigan odamlar ko'payib ketgan ayollar. Hozir bittasini videosini ko'rib qoldim, shunaqa yomon asabiylashib jahlim chiqib ketdi. Nimamush? Ayolga mehr, faqat mehr berish kerak. Ayollar baxt uchun yaratilganmish. Nima erkaklar nima uchun yaratilgan? Erkaklar yerdan chiqqan qo'ziqorinmi? Oilam, uyim, joyim, ayolim, otam, onam uchun deb yelib yugurib, mana qishi sovug'ida tinim bilmay ishlab, yozi jaziramasida ham hech nimaga qaramay oilasi uchun ko'chaga chiqib ishlab pul topib kelayotgan erkaklar nima uchun yaratilgan? Mani erim bir oyda bitta kafega olib borsa ham, bir yilda bitta ro'mol olib bersa ham erimdan yaxshisi yo'q. Men ko'rib turibman qanaqa biz uchun mehnat qilib harakat qilayotganini. Biz ayollar faqat duo qilishimiz kerak. Har xil motivatorlarning gapini eshitib o'zimizga bir narsalar yaratib olmasdan, bir haftada bitta bo'lmasa ham gul berib turmasa, ayol kishini sevmagan hisoblanarmish. Mana xolodilnigingizni oching, xolodilningizda ovqatingiz, go'shingiz bormi? Ro'zg'oringiz butmi? Kartoshka, piyozingiz bormi? Bir haftada bir marta onangiz uyiga borib turibsizmi, 4 issiq non ko'tarib, yana nima kerak? Ayollar noshukr bo'lmaylik. Eshitmaylar shunaqa psixologlarni. Psixolog ham demayman unaqalarni. Psixlarning gapini umuman eshitmaylar. Faqat erimizni duo qilaylik. Ilohim erkaklarimizni tani sog' bo'lsin. Shu qatorda meni turmush o'rtog'imni ham men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Eri tushunadigan, eri polностью holatini biladigan ayollar ham bor ekan. Bu ayol kurs sotish kerak va hamma ayollar bor kursini o'rganish kerak. Meni fikrimga nima deysizlar? Obuna bo'lishni unutmanglar.